Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga yana o'zimizning xonadonimizdan o'ta polvon, o'ta gigant qo'ylarimizni ajratib qo'ydik. Shularni syomka qilib, obzor qilib ko'rsatamiz akalar. Lekin bu syomkamiz ertaga 10-mart kuni video chiqadi akalar. Bugungi video boshqa kanalimizga chiqqan akalar. Videoga like bosib, podдержка deb tursangiz inshaalloh bularning to'liq ma'lumotini ko'rsatamiz akalar. Bugun 9-mart haftaning dushanba kuni akalar. Inshaalloh bularni bir boshdan ma'lumotini tanishtirsak akalar. Lekin bu video yana aytib qo'ydim, 10-mart kuni o'zimizning xonada 10-mart kuni tongda chiqadi akalar. Xudo xolisa bularni bir boshdan ma'lumotini beramiz akalar. Videoni uzoq ko'p cho'zmaymiz akalar. Qo'ylarga bitta nazar tashlab qo'yasizlar akalar. Qo'ylarimiz o'ta gigant, o'ta polvon, dumbalar tik dumba. Bo'g'ozlik inshaalloh naqd. Juda polvon qo'ylar akalar. Bularni bir boshdan bo'ylarni o'lchab to'liq ma'lumotini beramiz. Akalar, bu kanal o'zim jigarim ukam Dilmurodga aytib berilgan bu kanal. Bu kanalga obuna bo'lib, podдержка deb tursangiz, inshaalloh bu kanalga ham zo'r qo'ylar chiqazib, xudo xolasa chiroyli ko'rsatib boramiz. Birgalikda inshaalloh akalar. Bu qo'yga metr qo'yib bir boshdan chishini hechmasdan turib. Tanishtirishni yo'l. Yo'q, metr qo'yaring-chi, ha. Yechib tanishtiraylik. Mana akalar, birinchi qo'yimiz o'zi yelkasidan tuladigan polvon to'rtburchak qo'yimiz. Haqiqiy bola beradigan chakana qo'ymas akalar. Mana uzoqdan e'tibor beringlar qo'yga. Inshaalloh qo'yimiz garbonozlari ham, kallalari ham, tishlari 4 tish akalar, 4 tishga yangi chiqqazayotgan. Haqiqiy Qirg'izistonni qo'yini boqaman degan akalarga zo'rlarni kelganmiz akalar. Birinchi qo'yimizga metr qo'yin 4 tish, quloqli 19-20 atrofida bo'ylari mana ekan akalar. Mana real e'tibor beringlar 94-95 atrofida akalar. Uzunasi pashti metr, uzunasiga ham bitta qo'ying. Ana, uzunasi pashti metr akalar. Mana 94 lik sog'lig'imiz akalar. Bu birinchi sog'lig'imiz. Hop, ikkinchi sog'lig'imizni ko'rsatamiz. Bo'lib bering. Ikkinchi sog'lig'imizga keladigan bo'lsak, svetlik, dumbalar tik, sal to'tta yuribing. Mana realni holati, razrez dakansa, mana beligacha chiqqan. Buni ham buyiga shuna metr qo'yingchi. Bo'ylari buniki ham 90 akalar, rovni 90, uzunasi ham 90, uzunasiga ham qo'yib qo'ying. Qo'y akalar hamma tomonlama tushadigan, haqiqiy polvon qo'y boqaman deganlarga tishini ochib qo'ying. Tishi buniki ham 4 tishga yangi chiqqan akalar. Haqiqiy polvon qo'y akalar. Polvon qo'yga qiziqqanlarga mana tip-tik, bellari ham tip-tik. Inshaalloh hamma qo'yimiz akalar yaxshi qo'y bo'lsa chiqazamiz, yomon qo'y sotmaymiz inshaalloh. Zo'r leynali toza qo'ylarimiz. Bu ikkinchi qo'yimiz akalar. Bu qo'y birinchi qo'yimiz, bu ikkinchi qo'yimiz. Sizlar beli qilib ketyapti akalar. Birinchi, ikkinchi qo'yimiz desani, akalar shuni yechim metrlar ma'lumotini to'liq beradi aka, mana shu bola. Hop, uchinchi qo'yimizga o'ting. Mana uchinchi qo'yga e'tibor beringlar. Qo'y sevitiga, o'ziga, mana kallalariga, quloqlariga, dumbalariga qo'y akalar shuni qaraganda odamni jalb qiladigan qo'y ekan akalar mana. Qo'y sevitiga ham e'tibor beringlar, mashalloh deb bersizlar. Mana quloqlar 20 plus, oq tumshuq. Chista arashandan olaman deganlarga mana 4 tishga u ham yangi chiqayotgan. Buni ham buyiga shuni metr qo'ying. Videoni xudo xolasa akalar ko'p cho'zmaymiz. Kimga o'zi ham zerikarli video bo'lmadi. Ko'rgan odam maza qilib olishadi akalar. Bo'ylarni metrlab, tishlarni ko'rsatdik akalar. Buni ham bo'ylari salqam 90, dumba razrezlari, bel uzunligi ham 90. Buniki bo'g'ozligi ham yaxshi. Svetli qo'y so'raganlarga svetligidan mana ekan. Bu 3-raqamdagi qo'yimiz. 4-chisini ko'rsatamiz. 4-chidagi qo'yimizni dumba razreziga e'tibor beringlar. Chizib qo'yilganga o'xshar ekan janavar. Belli yo'g'onligi mana to'rtburchak qo'yimiz akalar. Tep-tik yelkalariga mana oyoq qo'llari ham tikka. Yoshlari keladigan bo'lsa bu qo'yimiz mana 6-chisini chiqazyapti. Inshaalloh 3-chisiga ko'payadi. Buni ham buyiga metr qo'yamiz. Mana ekan, bu ham salkam 90.
Akalar bitta insonni qo'yi bu qo'ylarimiz, polvon qo'ylarimiz inshaalloh. Bu qo'ylar kimga borsa ham gigant sog'liqlarni beradi, bolalarni beradigan sog'liqlarimiz. Xudo xolasa adashmani alishga akalar. Zurini boqaman degan aloqa chiqinglar, inshaalloh yetkazamiz O'zbekiston bo'ylab. Mana terilib turishdi janavorlar mana. Baho beringlar qo'ylarga. Akalar bular narxi ham unaqa banal emas. Bu kanalimizga obunachilarimiz, yangi obunachilarimiz qiziqsa, bular narxi akalar 11 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki tekin holatda yetkazib beramiz. Lekin mana chekkadagi qo'yi, mana 3-chidagi qo'yi olaman desani, plusi bor. Mana ikkalasini olaman desani, minusi bor. Hammasini bir joyga olaman desani, dastlabkisini qilib, ozmoz xariga yutib berib, inshaalloh yetkazib beramiz. Qo'ying, turaysiz. Deyman. Polvon qo'ylar mana. Xudo xolasa kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaringizlar, pastki nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz akalar. O videodan uzoqlashmay turinglar. Bundan keyingiga ena bolani o'ta dahshati bor akalar. Xo'p, undan keyin ham puli quloq qo'ylarimiz bor. Balki biz paddeshga deb tursani, ularni ham ko'rsatamiz. Olib chiqing ena olani. Mana ena ola qo'yimiz. Mana bu ham gigant qo'y. Buni bolasiga keladigan bo'lsa, bolasi liniyasi bor. Bitta garantiyali qo'chqor bolasi, mana ekan janavar. Xudo xolasa aldanmasizlar. Va'da berib, chol opodda berishgan bizga buni. Shu o'zimizni Namanganda taniqli odamni qo'chqaridan chiqqan soliq qo'chqor bu. Inshaalloh kimga ma'qul kelsa, buni ham narxini kelishtirib, enasi ham mana akalar e'tibor beringlar, juda polvon qo'y akalar. Bular garantiya 90+. Yoshlar 3-bolasi. Mana shu ichine chiqing. Kallasi ham juda katta mana 3-bolasi. Bolasiga e'tibor berasizlar akalar mana. Bolasini yungiga, quloqlariga, kalla oshiga, oyoqlarining yo'g'onligiga chiroyli e'tibor berib tursan akalar, inshaalloh qo'y tozasini olaman deganlar. Shirinalarga ham e'tibor beringlar qulog'ini. Onasi ham toza qo'y akalar. Onasini qiziqqanlar akalar aloqaga chiqaringizlar, telefondan narxini kelishamiz. Bu negativ birinchi kunda yangi kanalga negativ kelamiz. Inshaalloh yaqib bo'lsa akalar, narxini kelishtirib beramiz. Bu narx kelishilgan holda inshaalloh yetkazamiz. Akalar, xudo xolasa bundan keyingi ham qo'y zo'rlari bor. Like bosib paddashga deb turinglar. İkinci partiyamizga ham mana shunaqa sivitligidan 5 dona zo'ridan olib kelganmiz akalar. Mana quloqlariga e'tibor bering akalar. Birinchi qo'yimizga mana e'tibor bering. Quloqlar 20+. O'ta boshqachasidan. Dumba razrezlarini ham ko'rsating. Dumba razrezlar dakansa, mana belli 4 quloq, mana ikkovi ham zo'r. Tishlarga ham e'tibor berib qo'yinglar, tishlarini tishkin bular. Mana 4 to'lg'izib 6-sini chiqazyapti akalar. Bunda ikkita tumonlari ham bor. Ajoyib qo'y olaman deganlar, zo'rini olaman deganlar kanalga obuna bo'lib, paddashkada bo'lsangiz inshaalloh qo'ylarni zo'ri. Eng qiziqarlisi pulini quloqqa beraman deb aytdilar. Pulini quloqqa zo'rlab chiqib beramiz inshaalloh. Mana ekan, bularni bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylariga tas metr bir boshdan qo'yinachi. Mana birinchi qo'yimizni bo'yi 85+, 83-84 ekan, ikkinchisi yuting. Ikkinchi qo'yimizni bo'yini ko'raylik. İkinci qo'yim, o'sha to'g'ri. Ikkinchi qo'yimiz ham bo'yi 85+. Xo'p, uchinchisini ham ko'raylik. Qo'ylar kichkina qo'ymas, joy tevasida ko'rsan akalar, bu ham 85+ ekan. Xo'p, pashtiman ular 90 ga yaqin qo'ylarimiz akalar, mana shu ikkovi. Bunisi ham 85+. Bunisi ham qilib bor. Akalar, bunisi ham o'ta gerakil qo'y ekan. Bu ham 85+ ga olaverasizlar akalar. Akalar, bularni ham bir boshdan tanishtirsak, bu birinchi qo'yimiz, bunda tumari bor. Ikkinchisini yechib ko'rsating, buni sherigini. Bu sherigi bor akalar, uni ham ko'rsatamiz hozir. Xo'p, uni ham tishini ko'rsatamiz, to'liq ma'lumotini bularni ham beramiz. Inshaalloh ikkinchi partiyamizdagi birinchi qo'yimiz bu. 6 tish, quloq 20 mana ekan akalar. Yaxshilab e'tibor berasizlar quloqlariga. Xo'p, buni o'zini haqiqiy sherigi mana qo'yimiz, mana. Bu qo'y ham o'ta polvon mana ekan. Bitta bo'ydoq bola kuchi yetmaydi. Mana ekan. Buni ham tishini yechib qo'y. Mana ikkinchisini so'raganlar, mana 4 tish qo'yimiz akalar. Bu ikkalasini hammasini bitta qilib narxini aytaman. Bu ikkovi oxirida aytaman narxini. Qo'yaringlar. Bu ikkovi. Hop, endi mana ikkalasi jup akalar bular. Hammasi bilan jup-jupi bilan qilib bo'lgan. Bularni ham dumbalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, tik dumba
O'ta ajoyibidan akalar mana ekan. Ikkalasiga ham e'tibor beringlar. Qo'ylarni. Ikkalasi ketyapti mana. Ajralmadi bular akalar. Jup o'zi. Mana bular ham jup holatda. Dumbalarni ko'rsatgan orqa razrezlarni. Bular o'zi yelin tashab qo'ygan ikkovi ham. Sivitini qarang akalar, o'ta sivitli. Tishini ko'rsatingchi. Bular tishiga keladigan bo'lsa 4 tishdan, ikkovi ham 4 tishdan ekan. Mashalloh. Quvarayringlar bularni ham. Bular ham endi oxirgisiga mana shu qo'yimiz. Mana quloqlar shalpon quloq. Kallalari ham juda katta ekan jonivor. Mana ekan. Akalar bunga ham e'tibor beringlar. Sog'lomligidan qo'ylar charslik qilib irg'ib so'z bermayapti. Akalar qo'ylar sog'lom. Tishini ham ko'rsating tishini. Tishi keladigan bo'lsa, bulisi yangi 4 tishga chiqayotgan ekan. Akalar qo'ylarga e'tibor beringlar. Qo'ylarning zuri. Qo'ylarimiz hali ko'p, lekin qisqa ozgina video qilamiz akalar. Bular narxi keladigan bo'lsa, bir joyga 8,5 million so'mdan, o'zimiz o'zbek so'mdan aloqaga chiqarasizlar akalar. 8 million 500 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Bitta yarim bitta olaman deganlarga narxi unchalik darajada qimmat emas. 200 ming, 300 ming pilisi bor, 200 ming, 300 ming minusi bor akalar. Inshaalloh kimga yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqaringlar, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin holatda yetkazamiz akalar. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, akalar ming bor uzr. Kimga qanaqa ma'lumot to'liq yetkiza olmagan bo'lsak, inshaalloh videoda telefon qilsani, shu kanal adminiga telefon qilsani, inshaalloh to'liq ma'lumotini beriladi akalar. Hop. Boshqa qo'zi sog'liq, enavola qo'y, qanaqa qo'y kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Qo'limizdan kelganicha yordam berib, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini tekin qilib yetkazib beramiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Ro'zalar yaxshi tutib, chiroyli videolar ko'rib, yaxshi kommentariyalar yetkazib, chiroyli obuna bo'lib akalar, tanish-bilishlarga tarqatinglar. Sog' bo'linglar akalar.